Qo'shma Shtatlar Eron xalqiga murojaat qildi. O'zbekistonda propan narxi oshgani tushuntirildi. Andijonda mahkumdan pul undirishga uringan inspektor qo'lga olindi. Assalomu alaykum. Endi ushbu xabarlarning to'liq tafsilotlariga o'tamiz. AQSh senatori Lindsey Graham Eron xalqiga murojaat qilib, Amerika ularga yordam berayotganini e'lon qildi. U bu haqda X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida yozgan. Senatorning so'zlariga ko'ra, yaqin kelajakda ko'chalarga chiqqan Eron fuqarolari Qo'shma Shtatlardan yordam oladilar va oyatullohlar rejimi ag'dariladi. Sizni ko'p yillar davomida qiynab kelgan dahshatli tush yaqinda tugaydi. Yordam allaqachon yo'lda. Sizning jasoratingiz va zulmga chek qo'yishdagi qat'iyatingiz Qo'shma Shtatlar prezidenti va ozodlikni qadrlaydigan barcha odamlar tomonidan e'tirof etilgan, deb yozgan Graham. Biz Eronni yana buyuk qilamiz degan bayonoti bilan mamlakatdagi namoyishchilar oyatullohlar rejimini mag'lub etishlari kerakligini anglatgan. Senatorning yozishicha, Trump oyatulloh va uning atrofidagilar hokimiyat tepasida bo'lganida Eron hech qachon rivojlana olmasligini juda yaxshi tushunadi. Ma'lumot uchun, Eronda 28-dekabrdan beri ommaviy norozilik namoyishlari davom etmoqda. Ular dastlab Tehronning markaziy bozorida boshlangan. U yerda ko'plab savdogarlar giperinflyatsiya va narxlarning keskin oshishiga qarshi norozilik sifatida do'konlarini yopgan. 29-dekabr kuni Eron milliy valyutasi real tarixdagi eng past darajaga tushib ketdi. Bitta real taxminan 0,100 mingdan 2 yevroni tashkil etdi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, oktyabr oyida mamlakatda oziq-ovqat inflyatsiyasi 64,2% ga yetdi. Bu ko'rsatkich bo'yicha faqat Janubiy Sudan Erondan yomonroq ahvolda. Eron Oliy Milliy xavfsizlik kengashi mamlakatdagi tartibsizliklarni AQSh va Isroil tomonidan uyushtirilgan deb baholadi. Avvalroq Eronning oxirgi shohi Muhammad Rizo Pahlaviyning o'g'li Rizo Pahlaviy AQSh prezidenti Donald Trampga mamlakatdagi ommaviy norozilik namoyishlariga aralashish va oyatulloh rejimini ag'darishga yordam berishni so'ragan edi. Gaz, propan narxining oshishi, import qilingan mahsulotlar ulushi va ularning narxining oshishi bilan bog'liq. Bu haqda Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi xabar berdi. Qo'mita taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilda jami 358 ming tonna propan sotilgan. Shundan 219 ming tonnasi yoki 61% mahalliy ishlab chiqarish ulushiga to'g'ri kelgan. Qolgan 39% yoki 139 ming tonna mahsulot import qilingan. Joriy yilning yanvar-iyul oylarida mahalliy mahsulotlar ichki bozorda ustunlik qildi. Ularning o'rtacha ulushi 80% ni tashkil etdi. Biroq avgust oyidan beri bu ko'rsatkich barqaror ravishda pasayib bormoqda. Xususan, dekabr oyida mahalliy mahsulotlar ulushi 35% gacha. Joriy yilning yanvar oyining birinchi yarmida esa bu ko'rsatkich 10% gacha pasaydi. Hisobotda ta'kidlanishicha, buning asosiy sababi mahalliy propan mahsulotlari aholi va ijtimoiy soha obyektlarining ehtiyojlarini qondirishda qaratilgan. Shuningdek, qo'mita propanni boshlang'ich narxdan yuqori sotish uchun maksimal 20% lik spredni belgilagani, shuningdek har bir savdo sessiyasida sotib olish hajmini 10 tonnadan 5 tonnagacha kamaytirgani, natijada yil davomida mahalliy mahsulotlarning narxi 1 tonna uchun 7 million so'mdan oshmaganligi ta'kidlandi. Propan mahsulotlarining narxi 8 million so'mgacha shakllandi. Qo'mita mahalliy va import qilingan mahsulotlar o'rtasidagi mavjud narx farqini eslatib, propan narxlarining yaqinda oshishi aynan import qilingan mahsulotlar ulushi va ularning qiymatining oshishi bilan izohlanishini ta'kidladi. Hisobotga ko'ra, mahalliy va import qilingan mahsulotlarning boshlang'ich 50% va sotish 35% narxlari o'rtasida 40% gacha farq mavjud. Biroq so'nggi oylarda ichki bozorda import qilingan mahsulotlar ulushining oshishi va talabning ortishi tufayli birja savdosidagi o'rtacha narx asosan import qilingan mahsulotlar hisobiga shakllandi. Shu bilan birga, tadbirkorlik subyektlari tomonidan import qilinadigan mahsulotlarning boshlang'ich narxlarining oshishi natijasida 1 tonna suyultirilgan gazning o'rtacha narxi hozirda 9,5 million so'mga yetdi.
Bu ko'rsatkich dekabr oyiga nisbatan qariyb 20% ga yuqori. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, respublikada propan yoqilg'isida ishlaydigan transport vositalarining ulushi 11% ni tashkil etadi. Shu bilan birga, ichki bozorda sotiladigan yoqilg'i mahsulotlarining atiga 5% suyultirilgan gazdir. Raqobat qo'mitasi o'z navbatida ichki bozorda propan narxini barqarorlashtirish bo'yicha o'z vakolatlari doirasida shoshilinch choralar ko'rilayotganini, shuningdek, tabiiy gaz yoqilg'isi narxlarini doimiy ravishda kuzatib borilayotganini e'lon qildi. Propan mahsulotlarining narxi 8 million so'mgacha shakllandi. Qo'mita mahalliy va import qilingan mahsulotlar o'rtasidagi mavjud narx farqini eslatib, propan narxlarining yaqinda oshishi aynan import qilingan mahsulotlar ulushi va ularning qiymatining oshishi bilan izohlanishini ta'kidladi. Hisobotga ko'ra, mahalliy va import qilingan mahsulotlarning boshlang'ich 50% va sotish 35% narxlari o'rtasida 40% gacha farq mavjud. Biroq so'nggi oylarda ichki bozorda import qilingan mahsulotlar ulushining oshishi va talabning ortishi tufayli birja savdosidagi o'rtacha narx asosan import qilingan mahsulotlar hisobiga shakllandi. Shu bilan birga, tadbirkorlik subyektlari tomonidan import qilinadigan mahsulotlarning boshlang'ich narxlarining oshishi natijasida 1 tonna suyultirilgan gazning o'rtacha narxi hozirda 9,5 million so'mga yetdi. Bu ko'rsatkich dekabr oyiga nisbatan qariyb 20% ga yuqori. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, respublikada propan yoqilg'isida ishlaydigan transport vositalarining ulushi 11% ni tashkil etadi. Shu bilan birga, ichki bozorda sotiladigan yoqilg'i mahsulotlarining atiga 5% suyultirilgan gazdir. Raqobat qo'mitasi o'z navbatida ichki bozorda propan narxini barqarorlashtirish bo'yicha o'z vakolatlari doirasida shoshilinch choralar ko'rilayotganini, shuningdek, tabiiy gaz yoqilg'isi narxlarini doimiy ravishda kuzatib borilayotganini e'lon qildi.